Bitta счетчикni установка qilish uchun elektrik qancha summa oladi? Xo'p, xabarlaringiz bo'lsa, kanalimni kuzatib borayotgan bo'lsanglar, mana bugun 30 ta счетчик qo'ydim ko'p etajli domda. Xo'p, mana shu yerdan tepasi установка bo'ldi. Har bitta shitkaga 20 minutdan vaqtim ketdi. Donasini 40 ming so'mdan установка qilib beryapman. Endi bu yerda ko'pligini hisobi olinadi. Ko'pligini hisobi olish kerak. Agar chasnida ishga chiqib shunaqa shochi o'rnatayotgan bo'lsa 100 ming so'm joyiga qarab, agar kabellari almashtirilib yoki yangidan tortiladigan bo'lsa, ishiga qarab 200 ming, 300 ming bo'lishi mumkin. Ishiga qarab gaplashib ketilaveradi. Arzon yoki qimmatligini bemalol kommentda yozib qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlarini so'rayman. Katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.